Hop, kimyoviy reaksiya kinetikasi birinchi savol. Kimyoviy reaksiya tezligi 9 mol taqsim litr ko'paytirilgan minutga teng bo'lgan. Reaksiyaning temperatura koeffitsiyenti 3 ga teng. Shu reaksiyaning temperaturasi 20 gradusgacha oshirilgandan keyingi tezlik boshlang'ich tezlikdan necha marta katta bo'ladi degan. Tushundinglarmi? Qaranglar. Temperatura 20 gradusgacha tushirilibdi. Demak, nechadir gradus bo'lgan, u 20 gradusga tushgan. Kelinglar boshlang'ich tezlikni men temperaturani 0 deb tasavvur qilaylik. Esinglarda bo'lsa, kim qoidasida har 10 gradusda temperatura 2-4 marta ortadi. Kimniki? Kimniki? Van Gogh. Tushundinglarmi? Harorat har 10 gradusda 2 yoki 4 marta o'zgaradi degan, to'g'rimi? Tasavvur qilinglar, temperatura 20 gradusga tushdi desa, nechadir tezlikdan tushish kerak. Lekin men ko'tarib qo'yardim. Tushirib qo'yardim. Reaksiya tezligi 9 bo'lgan 20 gradusga tushganini tasavvur qilaylik. O boshlang'ich temperaturani 0 ga teng deb tasavvur qilaylik. Harorat har 10 gradusgacha har 10 gradus 3 marta kamaygan ekan. Nimaga? Temperatura tushdimi? Reaksiya tezligi ham nima bo'lardi? Tushadi. Temperatura reaksiya tezligiga to'g'ri proporsional deganmiz. Esinglardami? Ya'ni temperaturani oshirsak reaksiya tezligi oshadi. Temperaturani tushirsak reaksiya tezligi ham tushadi. Endi qaranglar, 3 marta 3 ga teng deyilyapti. Mana misol uchun 20 gradusda 9 mol taqsim litr ko'paygan minut bo'lsa, har minutiga 1 litr idishda 9 mol erigan bo'ladi. Tushundinglarmi? Xo'p, har 10 gradusda 3 marta kamayibdi. Misol uchun 9 dan 10 ga o'tganda 3 ga dumbillar. Temperatura 3 ga teng bo'lsa, har 10 gradus 3 marta kamaygan bo'ladi. 9 ni 3 ga bo'lsak 3. 3 ni 3 ga bo'lsak 0 gradus nechaga teng bo'ladi? 1. Demak, har 10 gradusda misol uchun 3 marta kamayadigan bo'lsa, dastlabki temperaturada 1 ga teng bo'lib qolganini tasavvur qilishimiz mumkin. Boshlang'ich temperaturani koeffitsiyentini. Miqdorini. Tushunamsizlar? Temperatura koeffitsiyenti aniq 3 ga tengda. Tushundinglarmi? Endi qaranglar bolalar, masalada aytayaptiki, boshlang'ich keyingi reaksiya tezligi, mana keyingi reaksiya tezligi nechaga teng? 9 mol taqsim litr ko'paygan minut. Boshlang'ich modda miqdori nechaga teng? 1 ga. Mana shundan necha marta katta deyilyapti. U degani 1 taqsim 9 marta katta. Mabodo boshlang'ich modda misol uchun reaksiya tezligi nechaga teng desa necha olamiz? 1. Keyingi reaksiya tezligi miqdori 9. Tushundinglarmi? Mana misol uchun ikkinchi savolni ishlab qo'yamiz. Keyingi reaksiya tezligi nechaga teng deyilyapti. Bu boshlang'ich tayyor turgan bo'lsa, keyingi reaksiya tezligi 1 ga teng deb olishimiz mumkin. Tushunarlimi? Chunki kamaydi-yu. Xo'p, keyingisi 1 ga teng deb olishimiz mumkin. Tushunarlimi? Boshlang'ich 9 bo'lganda. Javobimiz A. Xuddi shunaqa qilib 3 ta ishlab olasizlarmi endi? Keyingisi 6 mi? 6. Mayka sig'diramiz endi. Eshitdinglar? Reaksiya temperaturasi 20 gradusdan 40 gradusgacha oshirildi. Agar 40 gradusda reaksiyaning tezligi 20 gradusdagi reaksiya tezligidan 72 birlikka ko'p bo'lsa, 40 gradus reaksiya tezligini toping, mol taqsim litr ko'paygan minutda toping, temperatura koeffitsiyenti 2. Qaranglar bolalar. 20 gradus, 30 gradus va 40 gradusgacha nima qildi? Oshirilibdi, to'g'rimi? Sensizda o'lchanadi. Xo'p, temperatura koeffitsiyenti nechaga teng ekan? Gammamiz. Gamma 2 ga, ya'ni har 10 gradusda 2 marta oshib borgan, temperatura oshgani uchun. Reaksiya tezligi ham oshib borganini tushunishimiz kerak. Endi qaranglar. Bizda 40 gradusda tezlik 20 gradusga nisbatan 72 birlikka ko'p. Xo'p, kelinglar dastlabki konsentratsiyani x mol deb olamiz. Tushunasizlar? X bo'lganda har 10 gradusda 2 marta oshsa 2x. Mana bundachi 4x. Tushunarlimi? Endi dastlabkisi 20 gradusgacha oshirganda 72 birlikka ko'paygan, ya'ni 40 gradusda reaksiya tezligi 20 gradusda reaksiya tezligidan necha marta ko'paygan? 72 birlikka ko'p. Ya'ni 40x minus x teng 72. 4dan x ayirsak 3x. 3x teng 72. X qiymati nechaga teng bo'ladi? 24.
Demak, 20 gradusdagi temperaturani miqdori nechaga teng bo'lgan ekan? 24. Bizda 40 gradusdagi so'rayaptimi? Harorat necha marta o'tgan? 2 marta. 24 dan 30 gradus o'tganda necha bo'ladi? 48. Endi 40 gradus o'tganda necha bo'ladi? 96. Qaranglar, javob bormi? Demak, 40 gradusdagi reaksiyani tezligi nechaga teng ekan? 96 mol taqsim litr ko'paygan minutga teng ekan. Qayerdan kelgan tushundinglar-a? Tushundinglarmi? Keyingi savol 7mi? 7. Reaksiyani tezligi 0.03 mol taqsim litr ko'paygan sekund. Qarang, birlik sekundda kelyapti. Bo'lgan reaksiya qancha vaqt davom etibdi? Yarim minut. Necha sekund degani? 30 sekund davomida reaksiya 4 marta kamaydi. Kamayish uchun modda miqdorini toping. Hajm 1 litr. Hajmga tengmi? Bolalar qaranglar. Sizlar bilan o'rtacha reaksiya tezlik topish bo'lmasini gaplashganmiz. Esinglarda bo'lsa o'rtacha topish uchun, o'rtacha reaksiya tezligi topish uchun delta miqdorda, ya'ni konsentratsiya farqi deymiz-a, ya'ni dastlab konsentratsiya bilan keyin konsentratsiya farqi deymiz. Bo'lamiz vaqtga deb gaplashganmiz, esinglardami? Endi qaranglar, bizda o'rtacha bormi? 0.03 beryaptimi? O'rniga qo'yib olay, 0.03 beryapti. Vaqt bormi? Vaqtni nimada o'lchaymiz ekan? Sekundda. Nimaga? Chunki masalada o'rtachani mol taqsim litr ko'paygan sekund bergani uchun 0.5 dan 30 ga 60 ga ko'paytirib 30 sekund oldim. Endi bizda nima yo'q? Delta miqdori yo'q. To'g'rimi? Boshlang'ich konsentratsiyadan keyin konsentratsiyaga aniqligi farqi yo'q. Shuni topishim kerak. Buni topish uchun nima qilamiz? Buni tepa almashsa nima bo'lib tushadi deganmiz? Ko'paytiruv. Demak, 0.03 ko'paytiramiz nechiga? 30 ga. Qaranglar, kalkulyator ishlaymiz. Mol 0 bilan mol 0 ni qisqartirdim. 3 kere 3 nechi? 9. Mol 0 bilan 0.9 ga teng ekan. Tushundinglarmi? Endi mana shu dastlabki konsentratsiyaga nisbatan 4 marta kamayish uchun deyilyapti. Masalada 4 marta kamayish uchun olingan modda miqdorini toping. Kelinglar, shuni men x deb olaman. Kamayish uchun olingan o'sha 4 marta kamayish uchun. Bundan mana shu x dastlabkiga nisbatan qancha kamaygan? 0.9 ga kamaygan. Necha marta kamaygan? 4 marta. 4 taqsim 1 deb olsangiz bo'laveradi. Agar birov ishlasangiz bo'laveradi. Ishlab qo'ysa javobimiz chiqadi. X teng 4x minus 3.6. Kattasidan kichigini aylaymiz. 4x teng x ayirsak 3x teng 3.6. X teng 1.2. Qayerlar javob bormi? Tushunmaganlar bormi? Endi eshitinglar. Hajmni necha litr degan? Bo'lib qo'ysangiz bo'ldi. Bo'ldi? Savollar. Keyingi savol. 10 12, to'g'rimi? Eshiting. O'rtacha reaksiya tezligi 0.2 mol taqsim litr ko'paygan sekund. Demak, nima deb o'lchaymiz ekan? Tashkil etuvchi reaksiyada 0.25 minut necha sekund? 15 sekunddan keyin modda konsentratsiyasi nechaga teng bo'lib qoldi? Moddani konsentratsiyasini top deyilyapti. Xo'p, bolalar mol formulaga tushadi. Tushundinglar-a? Molni topib olishim kerakmi buning uchun? Delta taqsim nima topish uchun nimaga ko'paytirishim kerak? Vaqtni o'rtachaga. Bizda o'rtachamiz 0.2. Vaqtimiz 15 sekund. Marhamat, tashlaylar. 0.3 oladi. To'g'rimi? Endi qaranglar. Bizda dastlabki konsentratsiyani top deyaptimi? Dastlabki konsentratsiyasi noma'lum bo'lgan. Undan umumiy keyingi miqdorni topganimizda necha bo'lib qoldi? 1.5 mol taqsim litr bo'lib qoldi. Xo'p, dastlabkisini topishni nima qilamiz? Kallani ishlating. Qo'shib yuboramiz. Nimaga ishora minus? Plus. Nechidan 3 ta olsa 1.5 chiqadi. Javobni qaranglar.
Bormi ekan? Hajm 1 litr. 1 ga bo'lib qo'ysangiz yaxshi asoq. Tushunarlimi? Bu hajmga e'tibor beringlar. Savollar. Yo'q. İşlayaptimi? 17. Mashaga sig'dirdim. Bo'ladimi? Boshladik. Hajmi 2 litr bo'lgan idishda reaksiya 5 minut davomida 6 mol modda sarflandi. Reaksiyaning o'rtachasini toping. Birlik nimada? Sekundda. 5 minutimiz 60 ga ko'paytirsak 300 sekund, to'g'ri. Endi qarang, o'rtacha tezlik topishni ayting. O'rtacha tezlik topish uchun delta N, ya'ni modda konsentratsiya farqi, to'g'rimi? Bo'lamiz vaqtga. Xo'p, masalada miqdor 6 mol. 6 ni 2 ga bo'ling. 3. Nimaga? Konsentratsiyani dastlabki idish hajmiga bo'lib oldim. Xo'p. 6 ni bo'ldim 2 ga. 3 mol. To'g'rimi? Xo'p, endi 3 ni nechiga bo'laman? Rayhona. Nechiga bo'laman? Nimaga 60 ga bo'laman? Sekund, necha sekund bo'ldi bizda? Necha oldi? 100. Nima 60 ga bo'lamiz? 3 ni 300 ga bo'lsa necha chiqadi? Javobni qaranglar. Havza qilib tursinmi? Bo'ldimi? 22. Eshiting. Yaxshilab eshiting. Urg'u bilan aytaman. Masala qiyin-da. 20 gradusda 2 sekundda tugaydigan reaksiya minus 20 gradusga tushirsa necha sekundda tugaydi? Reaksiya temperatura koeffitsiyenti nechaga teng? 2 ga. Qaranglar. Kichikdan chiqamiz, to'g'rimi? Mana bu nimani bilasan, diagrammani. Doim to'g'ri o'rta 0 ga teng. Pasaygan sari har 10 gradus o'zgarish kerak, Van Gogh qoidasi bo'yicha. 0 dan kelgan har 10 gradus o'zgarsa minus 10, mana bu minus 20. Mashina to'xtadim, masalada minus 20 dan chiqyapti. Endi oshish kerak, plus 10, plus yozilmaydi, plus 20, plus yozilmaydi. Hop, endi qaranglar. 20 gradusda 2 sekundda tugaydi ekan. Men 2 qo'yib oldim, 2 sekund deb qo'ydim. Minus 20 gacha tushirsak, o'zgartirsak necha sekundda tugaydi deyapti. Qaranglar. Gamma teng 2. Har 10 gradusda o'zgarsa, hop, 2 marta oshadi. 10 gradusda nechaga teng bo'lib qoladi? 2 kere 2 4, 0 gradusda 8, minus 10 gradusda 20 gradusda, demak minus 20 gradusda nechaga teng bo'lgan ekan? Javob bormi? Hop. Pauza qilib turinglar.